Hindiston davlatiga viza olmoqchi bo'lgan bir inson murojaat qildi 2-3 kun oldin. U inson uje bilet olib qo'ygan ekan. Toshkentga viloyatdan kelib mehmonxonada kutib turgan edik dedi. Reysimiz 6-noyabr kuni samolyotimiz Hindistonga Dehliga uchib ketish kerak edi, lekin vizamiz hali ham chiqmadi. Bugun 7-noyabr dedi. Bunaqa holat bo'lmasligi uchun mehmonxona, biletlar yana qaytarib aytaman, biletlarni qaytarish sizni eng arzonini olgan bo'lsangiz, bularni hammasi to'liq kuyib ketadi. O'sha bemorda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Yo'l kira xarajatlari, bu yerda Toshkentda aeroportda yonida mehmonxonada turishi, bu qaytarilmaydigan biletni kuyib ketishi, umumiy xarajatlari o'zi vizadan ko'ra ko'proq qimmatroq hisoblanadi. O'shaning uchun har doim bemor bo'ladimi, sayohatga, safarga, biznes uchun boradigan insonlar har doim birinchi navbatda vizani qo'liga olib, o'zi elektron tarzda bo'ladimi, elchixonada bo'ladimi, to'g'riligini tekshirib tasdiqlamagungacha hech qachon bilet xarid qilish to'g'ri tanlov emas. Nimaga desangiz, mana shu sizlarga bitta misol bo'ladi. Har doim qaysi davlatga, Hindistonga yoki boshqa davlatlarga borishdan oldin vizani tekshirib, keyin bilet xarid qilsanglar, shularga o'xshagan ortiqcha xarajatlardan xalos bo'lasizlar. Foydali va mazmunli videolar olishda davom etamiz. Hindistonda davolanish, klinika tanlash va elektron vizalarga ariza berish bo'yicha qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Telegram kanalimiz, YouTube kanalimiz har doim sizlar uchun foydali videolar chiqarishda davom etadi. Rahmat kattakon.